trener bo'lsang, nima qilgan bo'larding? Asrof. Trener o'rnida bo'lgan nima qilarding? Trener bo'lgan nima qilarding? Abbos. Trener bo'lganda nima qilarding o'rnida? Trener bo'lganda o'yinga kelmagan, trenirovkaga kelmaganlar 20 kilo har kuni yugurtirardim. Islom. Trener bo'lganda nima qilarding? Trener o'rnida bo'lgansan, nima qilarding bolalar bilan? Nima mashq bajararding? Nima mashq bajararding? Ko'proq. Futbol. Trener bo'lganda nima qilarding? Artardan so'raymiz. Trener o'rnida bo'lganda nima qilarding? Tanki o'yinchilardan bittasi. Trener bo'lganda nima qilarding? Bilmasam, trener qiladigan ish qilardim. Abdulloh, trener bo'lganda Men ko'proq paslash taktikani ishlaydim. Shoqob. Trener bo'lganda nima qilarding? Trener o'rnida bo'lganda. Nima mashq ko'proq qilarding? To'g'ri. Trener o'rnida bo'lganda nima qilarding? Bolalar bilan ishlaganda. Cho'ntirardim, hech qanaqa so'rardim.